Assalomu alaykum. Mening ismim Xayrulloyev Shahboz. Samarqand shahrida tug'ilib, 6 yildan beri Yaponiyada yashab kelmoqdaman. 2019-yil Yaponiyaga Tokio Xalqaro universitetiga o'qish uchun kelganman va 2023-yil o'qishni bitirgandan keyin hozir Yaponiyada o'zimning kompaniyamni ochib, Yaponiyadagi logistika kompaniyalari uchun digitalizatsiya, raqamlashtirish va o'z traklarini boshqa kompaniyalar traklari bilan share qilish sistemasini hozir Yaponiyada hozir qurmoqdaman. 2023-yil sentyabr oyida o'qishni bitirib, Tokio Xalqaro universitetida bakalavriatini o'qishini bitirib, Logistical degan kompaniyaga asos solganman va avvalambor Shibuya hokimiyati, Tokioning Shibuya degan hududining hokimiyati tomonidan berilgan grant asosida viza olib va shu yerda o'z kompaniyamni boshlaganman va 2 yil davomida hozir shu kompaniyamni yuritib kelmoqdaman. Yaponiyada ishlashni o'ziga yarasha qiyinchiliklari va yaxshi taraflari bor. Avvalambor yaxshi taraflariga keladigan bo'lsak, albatta yaponlar juda ishchan xalq va hozir o'z kompaniyamda yaponlar bilan ishlashda shuni sezdimki, yaponlar har doim o'z vaqtida keladigan xalq, o'z va'dalariga vafodor xalq va ular bilan ishlash ancha oson. Lekin shu tariqasida o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Avvalambor chet ellik bo'lib Yaponiyada o'z biznesini boshlash bu juda qiyin, chunki biznes partnyorlar va boshqa odamlar sizga sal ishonchsizlik bilan avvalambor qaraydi, chunki o'z xalqiga ular biladi qanday ularda o'ylash sistemasi borligini va chet elliklarning o'ylash sistemasi ularga begona bo'lgani uchun boshida shunaqa salgina distansiya bor odamlar orasida, chet elliklar. Va undan tashqari, masalan, tashkiliy ishlarda Yaponiyada kompaniya ochish, bank karta ochish kompaniya uchun o'ziga yarasha juda qiyinchiliklar bor. Masalan, O'zbekistonda kompaniya ochish bir kunda hal bo'ladigan bo'lsa, Yaponiyada 2 oy davomida hal bo'ladi. Bank karta ochish O'zbekistonda masalan juda oson bo'lsa, Yaponiyada 1 oygacha vaqt talab etadi. Va agar yaxshi partnyorlar yoki biron kim tarafidan bankga tanishtiruv bo'lmasa, yangi ochilgan bizneslarga ko'p banklar umuman masalan bankskiy shot ochib berishi juda qiyin bo'ladi. Lekin shuni aytmoqchimanki, tashkiliy ishlardan tashqari ham kundalik tarzda masalan biznes yuritish, nalog to'lash va boshqa ko'p narsalarda hali juda Yaponiyada ham o'sishga joy bor va juda qiyinchiliklarga o'ziga yarasha bor deb ayta olaman. Avvalambor shuni aytish kerakki, Yaponiyaga kelmoqchi bo'lgan odamlar tushunish kerakki, Yaponiya bu yaponlar xalqi va bu yerda ingliz tili, rus tili va boshqa chet tillari deyarli ishlatilmaydi. Hattoki international bo'lgan kompaniyalar ham asosan yapon tilida ish yuritiladi. Shuning uchun birinchi navbatda Yaponiyada ishlash uchun yapon tilida gapirishni o'rganish, yapon tilini o'rganish zarur. Va ikkinchi sabab esa ikkinchi maslahatim esa shuki, yapon xalqining mentaliteti va qanday usulda ish yuritishini avvalambor tushungan holatda Yaponiyaga ishlashni boshlash kerak. Chunki masalan Yaponiyada planlashtirish va uzoq muddatga plan tuzish juda yaponlar bu shu uzoq muddatga plan qilish bilan juda mashhur va qaror qilish ham shunga yarasha juda uzoq vaqt talab etadi. O'zimning biznesimda shuni ham ayta olamanki, masalan, kompaniyalar bilan shartnoma tuzish asosan juda ko'p vaqt talab etadi. Va shu narsani tushungan holatda sabrli bo'lib, yapon xalqini biznes yuritish, ishlash madaniyatini ham hurmat qilgan holatda shuni ham har doim inobatga olish kerak deb o'ylayman.